Assalomu alaykum hammaga. Keling, bugungi savollarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, avval matematikadan boshlaydigan bo'lsak, bir sonning 4 baravari bilan 18 ning yig'indisi shu sonning 7 baravaridan 6 ta kam. Bu sonni toping deb savol berilmoqda. Bu masalani yechish uchun birinchi tenglama qilib yozib olishimiz darkor. Bir sonning 4 baravari bilan 18 ning yig'indisi degani bu bir sonni 4 ga ko'paytirib, unga 18 ni qo'shish bilan teng. Shu sonning 7 baravaridan 6 taga kam, ya'ni shu sonni 7 ga ko'paytirib 6 ni ayirganimizga teng demoqda. Endi tenglamani yechadigan bo'lsak, 4x + 18 teng 7x - 6. Buni yechadigan bo'lsak, albatta 18 + 6 teng bo'ladi 7x - 4 ga. 24 3x ga teng bo'ladi va bu yerda x 8 ga teng bo'ladi. Shuning uchun ham bu yerda to'g'ri javobimiz 8 bo'ladi. Tanqidiy fikrlash savoliga to'xtaladigan bo'lsak, bir bog'bon har kim gul dastasiga lavlagi bargi qo'shsa, gul uzoq so'lib qolmaydi. U dalil sifatida lavlagi bargi novda ustida suvni yaxshi ushlab turishini keltirdi. Qaysi variant xatoni bu yerdagi xatoni ko'rsatadi? Javobda lavlagi bargi suvni ushlab turadi. B variantda novdada barg bilan vazada kesilgan gul orasida farq bor. C variantda bog'bon ko'p suv beradi. D variantda gul dastasida atirgul ham bor. E variantda esa vazada suvga vitamin qo'shilgan. Endi buni tahlil qiladigan bo'lsak, bog'bonni birinchi mantiqni ko'rib chiqsak, u aytayaptiki, lavlagi bargi qo'shilsa gul uzoq turadi, ya'ni gul dastasining ichiga lavlagi bargi qo'shilsa, bu gulni uzoqroq ushlab turadi deyapti. Bu yerda dalil nima? Lavlagi bargi novdada suvni yaxshilab turishini keltirgan. Muammo nimada? U novdada, ya'ni tabiiy holatda bo'lgan jarayonni vazada kesilgan gulga qo'llayapti. Bu ikki holat bir xil emas, ya'ni uzib olingan gul bilan novdada bo'lib turgan lavlagi bargini bir-biri bilan taqqoslayapti. Bu albatta bu yerdagi xatolikni ko'rsatib beryapti. Endi variantlarni ko'radigan bo'lsak, bu yerda faqatgina B variant aynan xatoni ko'rsatib bermoqda. Ya'ni bu yerda aytayaptiki, novdadagi barg bilan kesilgan gul orasida albatta farq bor. Endi muammoli masala savoliga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda aytayaptiki, ben 4 ga 3 katakli shaklda ikkita bir xil bo'lak kesmoqchi. Qaysi shakl uchun u buni amalga oshira olmaydi? Albatta bu yerda tasavvurni ishlatgan holda kesib ko'rsak ham bo'ladi. A variant chiqarish qiyinroq. B variantdan boshlaydigan bo'lsak, bu variantni albatta osonlik bilan chiqarish mumkin. Bitta bu yerdan va bitta bu yerdan chiqarsa, ikkita bemalol chiqarsa bo'ladi. C variantda esa bitta bu yerdan va bitta bu yerdan chiqarish iloji bor. D variantda esa bitta past to'liq chiziq va tepadan bu yerni olsak, yana tepadagi 4 tani va buni olamiz. Shunda D variantni ham chiqarish iloji bo'ladi bu yerda. Va E variantni chiqarmoqchi bo'lsak, albatta bu 4likni olamiz va tepadan chiqqanini olamiz. Va bu yerdan ham tepadan chiqqanini bu 4likni olsak, demak E variantni ham chiqarish mumkin. Bizda faqatgina A varianti bu yerda chiqarib bo'lmayapti. Shuning uchun ham bu yerda to'g'ri javob A variant bo'ladi. Ingliz tili savoliga to'xtaladigan bo'lsak, what's your favorite game? Ya'ni sizning sevimli o'yiningiz qaysi deb savol bermoqda. A variantda I like chess. B variantda I have a game, ya'ni menda o'yin bor. C variantda my brother plays, ya'ni akam o'ynaydi. Albatta bu yerda I like chess, ya'ni men shaxmatni yaxshi ko'raman varianti to'g'ri bo'ladi. Albatta xuddi shunday turdagi savollarni, aynan imtihonda keladigan savollarni ishlamoqchi bo'lsangiz, bizning platformamiz doimo ochiq, ya'ni blueprep.uz. U yerga kirib siz 30 ta xuddi prezident maktabi imtihonidek tuzilgan testlarni ishlashingiz mumkin. Albatta birinchi testni hoziroq o'tib ishlab ko'ring. Agar yoqsa, bemalol ikkinchi va qolgan testlarni ham ochib ishlashingiz mumkin bo'ladi. Pastda silkada blueprep.uz veb saytining silkasi berilib ketiladi. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr.